Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Xo'p, men endi hozir musofirdaman, Rossiyadaman. Yaqinda bir ukamiz kelishdi Qo'qondan, ona shahrim Qo'qondan. Zakaz qilgandik halva. Olib kelishibdi mana. Mazasiga gap yo'q baribir. Shirin. Shuni ko'rib turib, ta'mini yeb turib, bir g'oyibona kelib qoldi. Shuni sizlarga aytmoqchiman. Ma'qul kelsa, o'z fikrlaringizni qoldirasizlar kommentariyada. Halvani xush ko'rganlarni aytayin hammasiga. Hech qaysi halva yetmaydi Qo'qonning halvasiga. Mazasini bilsangiz, tez yugurib chopasiz. Bunday halvalarni faqat siz Qo'qondan topasiz. Agar fikrimga qo'shilganlar, o'zlaringizni fikrlaringizni yozib qoldirarsizlar. Salomat bo'ling.